Qashqadaryo chiyaliklarga, sizlarda ham mana shunaqa haydovchilik guvohnomasiga o'qigansizlar, lekin prava yo'qmi? Yoki bo'lmasa bitta pasport bor, uni prava qilish kerakmi? Biz $100 bilan sizlarga prava qilib beramiz. O'quvchilarimiz natijasini bitada ko'rib chiqamiz. Keling yaqinroq olib kelamiz. Xo'p. Akamiz Chiyalli qayerdan? Cho'lloq. Cho'lloq Mufiydan. Bitta o'rinda 15-may hali qizil tushmagan. Keyingisiga qaratamiz. Qayerdan? Yangi qishloqdan Vasxod Chiyalga borib tayyorlangan 15-may bitta o'rinda topshirildi, hali qizil tushmagan. Qulburundan, Chiyal Qulburunliklar 15-may bitta o'rinda topshirildi, hali qizil tushmagan. Nima deysan? Nechta topding? 20tadan 20ta. Keyingisi. Xo'p, qaraymiz, bir kunda ikkita sertifikat. Qayerdan? Chiyal Qulburundan. Chiyal Qulburun, ikkita Qulburun bo'ldi. Chiyalliklar kelaverasizlar mana. Bir kunda ikkita sertifikat, C kategoriyasi ham bor. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Qayerdan? To'qmordan. Chiyal To'qmordan. Xo'p, bunga ham e'tibor beramiz. Bir kunda ikkita sertifikat, hali biron marta qizil tushmagan, 3 ta topshirildi. Chiyalliklar sizlarga prava kerakmi? Pastda raqam qoldiramiz. Chorg'a tizimga murojaat qilasizlar. Sizlarga nasib bo'lsa, Alibek ustozimiz yaxshilab tayyorlab beradilar. O'zim ham boraman. 10 kunda provasa bo'ladimikan? Bitta qaratimiz Bo'ladi. 10 kunda olsa bo'ladimikan? Chiyal Chorg'a o'ta tez. Zo'r. Charchamaylar.